Assalomu alaykum do'stlar. Kutganmidingiz? Mana shunaqa telefonlarimiz kelgan. Samsung Galaxy A56 lar kelgan. Hozir ochamiz, ichidan qanaqa telefon chiqar ekan. Mana ko'rasizlar. Operatorimiz yaqin qiling. Mana hozir ochamiz qani. Вообще dizayni вообще mo'shin chiqar ekan. Вообще iPhone'ga o'xshab chiqar ochilayotganini. Qani bismillahirrohmanirrohim. Maza qilar ekansiz ochishiga. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashil, qora hamda oq svet. Kamerasi natural titanium korpusi, bu shisha steklarni, bu полностью korpus, полностью natural titan. Shuna ko'rishingiz mumkin. Shu tonki bo'lib chiqargan ekan. Ay, o'tlar ko'rasizlarmi? Orqa kamerasi 50 megapiksel, old kamerasi 12 megapiksel. Hozir kamerasini ham ko'ramiz. Qana Mana do'stlar, ko'rdingiz kamera ishlashini ham. Telefonda xarakteristiga keladigan bo'lsak, batareyasi 5 mAh batareyasi, orqa kamerasi 50 megapiksel, old kamerasi 12 megapiksel. Ko'rdingizlar, suvda ham bemalol ishlab beradi. Orqa kamerasi ham titanium natural titanium, chekalari titanium natural titanium. Kameraga keladigan bo'lsak, 8.9 rubl, 8 ga 250 taligi, mana 12 ga 512 taligi 1900 rubl Bekmobil magazinda xarid qilishingiz mumkin. Agar shunaqa telefonlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, biz adresimiz Instagram birinchi bexit metroga Shadasabga xizmatlarimiz zamon bemalol zakaz qilsangiz mumkin. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh